وأهلا ومرحبا بكم في جلسات اليوم الثاني من جلسات منتدى مكة حلال. Muqaddas shahar Makka mezbonligida o'tayotgan nufuzli Makka halol forum 2026 doirasida O'zbekiston ilk bor milliy stend bilan qatnashmoqda. Ushbu forum global halol sanoati vakillarini bir maydonga jamlab, xalqaro hamkorlik va savdo aloqalarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Forumning tantanali ochilish marosimida Saudiya Arabistoni rasmiylari, xalqaro halol sertifikatlash tashkilotlari, yirik importchi kompaniyalar hamda turli davlatlardan tashrif buyurgan delegatsiyalar ishtirok etmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi tomonidan mamlakatimizning ekologik toza, tabiiy va halol standartlarga mos mahsulotlari keng namoyish etilmoqda. Mehmonlar O'zbekistonning qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini tatib ko'rar ekan, ularning sifati, tabiiyligi va eksport salohiyatiga yuqori baho berishdi. Ayniqsa quritilgan mevalar, qovun-qoqi, qandolat mahsulotlari xorijiy tadbirkorlar orasida katta qiziqish uyg'otdi. Saudiya Arabistoni va Yaqin Sharq mamlakatlari tadbirkorlari O'zbekiston mahsulotlarining halol talablariga to'liq mosligi hamda raqobatbardoshligini alohida e'tirof etishdi. Forum doirasida dastlabki B2B uchrashuvlar boshlandi. Muzokaralar orqali O'zbekiston va xalqaro hamkorlar o'rtasida yangi eksport shartnomalari, qo'shma loyihalar hamda uzoq muddatli savdo aloqalarini yo'lga qo'yish bo'yicha muhim qadamlar tashlanmoqda. Makka halol forum 2026 maydoni mamlakatimiz meva-sabzavot sanoati va eksport imkoniyatlarini global bozorda targ'ib qilish yo'lida muhim bosqich bo'lib xizmat qilmoqda.